Rossiya Federatsiyasidan estradni dinamiklarimiz keldi. Har xil brendlaridan birma-bir tanishtirib chiqaman. Birinchisi Tambix brendiga tegishli nominalniy mощности 150 Watt arzon narxda qilib beramiz. Ovozlari zo'r. Subwoofer bilan qo'yadigan kolonkalar ichida zo'rlaridan. Xo'p, ikkinchisi DL Audio kompaniyasidan V3 seriya kolonka. Ovozga ham, basga ham ishlaydi. Estradni dinamik hisoblanadi. Arzon narxda beraveramiz. Nominalniy mощности 70 Watt. Uchinchisi Ural kompaniyasiga tegishli estradni dinamiklarimiz. Buni nominalniy mощности 80 Watt. Ovozi annemanday kolonkaga dam beradi. Buni ham arzon narxlarda beraveramiz. Xo'p, 13 santimetrlik barokado kolonkalarimiz ham bor. Uni narxini arzon narxda beraveramiz. Nominalniy mощности 50 Watt. Xo'p, AMP estradni dinamiklarimiz bor. Buni Nexia 3, Nexia 1 Damas eshik oldilariga qo'ysa bo'ladi. Buni ham narxini arzon narxda beraveramiz. Magazinni qayerdaligini bilasizlar. Erkin savdo bozori ichida 18-do'kon. Avtomobilingiz uchun barcha xildagi aksessuarlarimizdan mavjud. Kelasizlar, Temurjonni topsangiz arzon narxda beraveradi. Sog' bo'linglar.